Qiz bola degan ham shuncha uxlaydimi? Ertaga bir joyga kelin bo'lib borishing bor deb baqir-chaqirlar bilan uyg'otmang qizingizni. Falonchini qizi azonda turadi, shomda uyiga kiradi, qo'lidan supurgisi, changlattasi tushmaydi. Sen borgan joyingda meni sharmanda qilasan deb boshqaning qizlari bilan solishtirmang. Chunki nafaqat kelinlik uyida, balki butun umr bo'yi sizni uyingizdagidek xotirjam uxla olmaydi. Xotirjam yura olmaydi. G'am tashvishsiz bo'la olmaydi. U biladi, sizni uyingizda ko'p uxlasa ham, hech bir ish qilmasa ham siz uni boricha yaxshi ko'rishdan to'xtamaysiz. Lekin boshqa hech qayerda bu mehrni unga shunchaki berishmaydi. Undan har doim nimadir kutiladi. Keyinchalik xuddi sizga o'xshab birov uyg'otmasa ham o'zidan uyg'onadigan va hattoki uyqusiz bo'lib ko'p uxlashi, ish qilmasligi bu dangasalik emas. Bu shunchaki sizning uyingizda o'zini xotirjam his qiladi. Boshqa hech qayerda sizni uyingizdagi kabi o'rni bo'lmaydi. Sizni uyingizda o'tgan kunlarini hayotining eng baxtli lahzalari sifatida eslaydi. Shunday ekan qo'ying, umrining bu qadrli onlarini baqir-chaqirlarsiz, kesatishlarsiz, qo'shnining qiziga o'xshashga harakat qilishlarsiz mazza qilib o'tkazsin. O'rgatish kerak bo'lsa unga mas'uliyatni o'rgating, tarbiyani o'rgating. Boshqa hamma narsani hayotning o'zi o'rgatadi. Axir dunyoga hamma ishbilarmon, chaqqon bo'lib kelmaydi.